Andijonda ikkinchi mashinasi Nima? mukammallashyapti yigitlar. Men chunki nima qo'rqib bo'lgan. Xushegami? 4 700 litrning bo'ladi bu. Andijonda. Mashinaning biri mana. Ishlanmaganlar uchun. Salomat bo'linglar, yaxshilarni ko'rishaylik, oilalar. Xudo xolasa, ana ikkinchi damozni ham to'ldirdik. 1 tonna 300 bo'ldi hammasi. Xudo xolasa, bugun 27-mart 2026-yil. Mashinani ko'rsatganimiz dehqon o'zini xohlamayapti ko'rsatishdi. Dehqonchilikda qovunto oshqoq bilan qovunga qo'yapsiz, xudo xolasa. Oshqoq bilan qovun. Hop, uni ham videosini ko'rsatamiz, xudo xolasa. Quyib turganini ham emas, quyganini, xudo xolasa. Dehqon bilan gaplashdik, o'zini ko'rsatmasa ham dehqonchini ko'rsatadi. O'zimiz boshqacha endi, xudo xolasa. Mana shuni amalga olib kelsa ham bo'ladi mana. 10 litrlik paklashga olib kelsa ham bo'ladi odamlar. Salomat bo'linglar, yaxshilar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sog'liqlarning qadriga yetinglar. Yaxshilar, xayr. Assalomu alaykum birodarlar, hurmatli hamyurtlar. Sog'ligiga beparvo bo'lmagan insonlar. Mana 85 daman, hozir 850 litr xudo xolasa. Sabirjonga chiqarib olyapmiz. Hozir ham topda damozga yo'laymiz, ko'rsatamiz xudo xolasa. 86 ta. 86 ta mayli. Hozir qolganini ko'rsatamiz sizni. Yoritib o'zingiz adingiz ham qilaman. Mana hozir mana shu jarayonni qo'yyapmiz. Bugun 27-mart 2026-yil. 1300 litr olib boramiz deyapti. Oshqoq bilan qovunga quyishar ekan, xudo xolasa. Hammaga manfaatli bo'ladi, hammaga foydali bo'ladi, xudo xolasa. Kechasiga qoldi kunimiz, ilojimiz yo'q endi. Baklashga nasos to'qiy olmaymiz. Qo'lda quyapmiz, endi iloji yo'q. Keyin addini qo'shib qo'yamiz qolganini, xudo xolasa. Salomat bo'linglar, oilalar. Yetdimi? Aziz birodarlar, aziz yurtdoshlar, mana Mag'rurlar hoji akamiz keldi. Mana bunaqa idishlarda ham amallasa bo'ladi. Mana. To'ldirib qo'yganmiz. Tomlisi deb o'ylab qo'ymas odamzod. Anjollarga qo'shib qo'yamiz bularni ham gruppasini. Anjollar ham xohlamaydi ko'rinishdi. Hoji akalar ham xohlamayapti, o'zini ko'rsatishdi. Mana hammaga manfaatli bo'lsin deymiz. Salomat bo'linglar, oilalar. Mana mashina mana. Korotka. Assalomu alaykum aziz hamyurtlar, aziz vatandoshlar. Biz kuzatib turgan bizni ishqoz sog'ligiga beparvo bo'lmagan insonlar. Sog'ligiga beparvo bo'lmagan insonlar ko'radi bizni, xudo xolasa. Nimagaki nihoyatda himikat ko'p ketyapti, ayniqsa qovun torozlarning ichida. Hozir videolar qo'yamiz, qovun toroz qolib ketyapti, xudo xolasa. Mana bu yil yana harakat qilyapmiz, mana tushuntiramiz, xalqqa tushuntiramiz. Biz bu yegimiz bilan shug'ullanamiz. 4 yil 5 yildan beri shug'ullanyapmiz. Suyuq mana 3 yildan beri shug'ullanyapmiz. Suyug'ini xudo xolasa quruqsimiz qilib chiqarmoqchiman, harakat qilyapman. Bizni kuzatib turganlar uchun tushuntirish olib boramizda. Birinchi marta ko'rib turganlar hayron bo'lib qoladi, mana to'g'risida gapiryapti deb. Kanalimizda Abdullahi Hoji Begimizlar degan kanalimizning nomi Abdullahi Hoji Begimizlar. 90 ta mana 91-video. Juda ko'p narsalarni isbotlab qo'yganman. Tarozimiz ko'rsa 11 vakatda qilib qo'ygan tarozni. 150 gram narsa. Masalan, 1 gektar yerga ketayotgan ximikat dorining o'rniga masalan 8 million, 10 millionlik ximikat dori ishlatadi 1 gektar yerga qovun tarozi kelganlar. Sabzilar 2 tonna, karamlar 2,5 tonna, piyozlar 3 tonnagacha dori ishlatadi. 3 tonna dori ishlatsa, 3 tonna dorisi 20 million yaqin pul bo'ladi, 20 million. Bizgidan qo'ysa 3 million, 5 million bilan chiqib ketib qoladi, xudo xolasa. Endi biz atrofimizda piyozchilar yo'q, piyoz ekadigan dehqon yo'q. Ofitkerlar bor, bizga beparvo aloqaga chiqmayapti. Yaxshi telefon qilmay yaxshi bo'lgan degan. Piyozga ham effekt bergan. Chisnokka ham xudo xolasa olib Andijon olib ketdi. Mana hozir video chiqaryapmiz. Uchko'pir rayonida
Sobirchiligin degan qishloqdan olib ketyapti 1 tonna 300. 10 litr baklashga olib kelibdi. Bizga oson emas 10 litr baklashga qo'yish. 1 tonna 300 da. Bir danaga, masalan, bir olib kelsa 200 litr, 300 litr bo'lsa bilmaydi. Birdan olib kelsa 1 tonna 300 deb bellarimiz qotib qoldi. Qo'yaman deb. Endi bu ishni boshlagan uchun chidayapmiz. Bizga qancha tonna qancha ko'p bo'lsa, o'shunda bizga osonroq bo'ladi, masalan, xalqimizga ham osonroq bo'ladi. Qo'yishimiz oson bo'ladi. Nasoslar qilib qo'yganman, ko'rgansizlar. Endi masalan mana 24 da videomizda o'sha 5 kilalik tarvuzlar palatija ko'rinib turibdi. 25 ta videolarimiz bor. Buni hammasini bitta jam qila olmayapmiz. Nimagaki biz videolar nimalarimizni o'chib ketgan harakat qilamiz. Endi keyingi videolarda chiqarishga 24 da mana 25 ta videolar solishtirib beramiz sizlarga. 24 da video 5 kilalik tarvuz ko'rinyapti palatijada. 25 ta chiqargan 3-4 ta videomiz bor. 2 marta 3 marta qo'yganda begim sharbatini. Begimizga ektirganman. Yonida bola 300 grammdan solib ekkan bitta ko'chatdagi uni tarvuzdan yaxshi bo'lgan 150 gram ko'taga tepib olgan desa ham bo'ladi. Hozir tushungan gap bo'yicha. Ko'taga tepgan. Aniq. 15 kilo, 18 kilo, 20 kilo tarvuzlar palatija ko'nilmayapti. Dehqon bo'lsa, shu gapni orqasidan tushunib olsa bo'ladi. Dehqonlar, palatija tarvuz ko'nilmasa 18 kilo tarvuz. Palatdan ajratilmasangiz. Palat zo'r bo'lgan bo'ladimi? Dehqonchilik zo'r bo'lgan bo'ladimi? O'tgan yil dehqon bo'ladi, mazza qilardi. Ayniqsa qimmat paytda chiqarib qoldi, zo'r bo'ldi. Ximikat doringizdan arzon, yana aytib beraman. Ximikat doringizdan arzon 8 million 10 million dollarga 3 million, 2 million bilan chiqib ketsa ham bo'ladi. Je qimmat bo'lsa 3 million, 4 million bilan chiqib ketsa bo'ladi. Sheda o'zida 4 million 5 million foyda bo'ladi. Agar piyozchilar bo'lsa, vobshe foyda bo'ladi. Hozir harakat qilyapmiz. Endi hamma videoga chiqqisi kelmaydi-da. Syomka qilaman desangiz chiqqisi kelmaydi. Nima bo'largan bilmayman. Endi ko'ndirish odamzodni ko'ndirish qiyin. Men hozir Marg'ilondan kelgan hoji akalar uzumga kutyapti. Sobirjonliklar qovun bilan oshqoqqa dedi-yu, oshqoqqa olib ketyapti. Oshqoqqa 120%, 200% desa ham javob. Oshqoqni o'ynataveradi. Tarvuzda ham o'ynataveradi. Qovun juda maqtab olmayman, yaxshi foyda beradi amandan keyin. Qovunga maqtab olmayman. Masalan, aytib qo'yavering. Mana pomidorga maqtab olmayman, pomidorga begimizga ko'ring deyman. Meni begimizimga. Begimizimni o'zi o'ynatib qo'yadi. Nimagaki begimizimda maqtagan keladi-da, ichida nimalar ko'p, asartilar ko'p. Videolarimda aytganman. Bitta go'ngdo'zini solmaydi-da, unga bitta go'ngdo'zni solmaydi. Masalan, unga tarvuz qaysi ordan chiqib qolsa, masalan, ordan chiqib qoldi deganda odam o'ylab qoladiki, qaydan olar ekan deydi. Palak o'lib qolsa, dehqon sotolmaydi. Yaxshi dehqon bo'lsa, aqli xushi joyida bo'lsa sotolmaydi. Nimagaki palak o'lib qolgan odam atrevlina qiladi-da. Biz shivalchanda atrevlina qilmaydi. U tashab ketadi, biz boramizdan o'sha tarvuzdan olib kelib beramiz. Mol yesa sivoradi. Bizga vitamin bo'ladi. Masalan, oldin videolarimda aytganman. 100 kilo 7 damas tarvuz tashaganman deganman. Avvalgi yil bo'lgan. O'tgan yil kamroq tashadim, 2 damasni tashadim. Endi uni masalan tarvuz tashadim desa, odamlar bitta tarvuz tashabdi deydi. Tarvuz emas, tut tashaganman, sabzi tashaganman, piyoz tashaganman, olma tashaganman, sabzini aytdimmi? Yana nima bor edi? Xurmo tashaganman. Xurmo ham juda shirin bo'ladi. Xurmoni yildan beri arzon variantlari deganda upakupga qilayotgan joyga boraman, atot qilib chiqarib tashlaydi, o'shani olib kelaman men. Ular atot qilib chiqarib tashlaydi. Bir restoranlarni olmaydi, ezilganini olmaydi. Bizga ezilgani bo'ladi juda. Shivalchanga juda yaqin ma'qul keladi. Ichida asarti ko'p bo'lsa kuchli bo'ladi. Men aytmoqchi bo'lganimki, 7 damas tarvuz bo'lsa, 7 damas tarvuzda 700 ta tarvuz bo'ladi. 700 ta tarvuzni ichida 70 kilo urug' bo'ladi. 70 kilo urug'ning ichida bo'lmaganda 15 kilo, 13 kilo yog' bo'ladi. O'shani chivalchang yegan bo'ladi. Sizga boradigan begimiz kuchli bo'ladi o'shanda. Ichi kuchli bo'ladi ichi. Chivalchang o'sha переработка qilib beradi-da sizga. O'sha yog' o'tib ketgan bo'ladi o'sha begimiz ichiga. Shuni tushunsin. Boshqa begimizlarga ham aytaman, bitta go'ngdo'z bilan qanotlarni qolmanglar. Begimizlarni kuchaytirish uchun shunaqa narsa qilinglar. Maslahat beraman hammaga. Hammaga yaxshi bo'ladi. Shu yerlarimiz unumdor bo'lishiga sababchi bo'lamiz. Xudo xolasa, hamma yoqda zo'r qilamiz. Mana shu videoni ko'ringlar, o'shanga qarab ish qilinglar, o'g'aylar. Ayniqsa qovun tarvuzchilar. Pomidorga qollar, begimizga kelinglar deyman. Masalan, atrofimizdagilar bo'lsa, kim pomidorga turgan bo'lsa,
faqat bergimiz kelganlar, ikki piladan so'yganlar o'ynataveradi hamma yoqda. Boshqa dori solmaysizlar unga. Hozir men o'tgan yil pomidor ekkan bolani ko'rdim, anchagina dori soldi. Endi hammaga borib tepasida aytolmaymiz. Mana shu YouTube'da ko'rsa yaxshi bo'lardi. Hamma tushunishni xohlaymiz, tushunsa yaxshi bo'lardi. Hamma dori solaverib, masalan, xafa bo'lmanglar, dori solavergandan keyin odamni jigariga ziyon bo'ladi-da, u sizga ichingizga tushgan ziyon narsani tozalab beraman deb jigar sirroz holatga keladi. Doktorning videosini chiqarib qo'yganman xudo xolasa. Men ko'p gapirmaymiz, uni vaqt ko'payib ketsa xafa bo'lib qolasizlar. Salomat bo'linglar, tushunishga harakat qilinglar. Salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.